Salonumuzda hanımlar yani 10. dersini ötmekçi. 10. dersimiz olsa servis ve murabbası hanımlar. Hazır mı şu 10. ay yani 11. ay mezgillerde servisini ko'lab olduklarını vaktimiz mi? Şu mezgillerde hanımlar yana en kolaylık boğan tatlıq servislerden şu murabba yazsak oldu. Bunun kerakli materyallar, tüvenkilik materyallar gidiyor. Tatlıq pakiz kırılangan 4 tane servis, onundaki limondan bir tane. Şekerden hanımlar şunda haletdeki bir ölçem kısanlar oldu. Yani bu piyalı olsa 2 piyalı şeker, 3 piyalı su hanımlar. Bundan dekin avval meşgul kutumuz hanımlar. Avval servisimizni yuyup pakiz to'g'rib olgan. Yani qirvolimizni yuyup pakiz hazırlangan servisimizni cuma hanımlar mana mashgul holat bo'yicha yani uşaq holatda poloninki yani hamsiylan saylı boramiz. Shu holatdagi qirilish usuli bo'yicha qirib olsak bo'ldi. Endi buningga limonimizni yana 4 parcha 8 parcha to'g'raymiz. Yana askartish hanımlar limonning keshina urug'lar bo'lsa ilvasanlar yaxshi holatda bo'ldi cuma. Chunki buni bir xil süzgichlardan o'tkazmaymiz emasmi? Shunga to'g'rashdan burun limonning urug'ini ishina holat ilvasanlar bo'ldi. Endi hanımlar buni mana shu usul bo'yicha to'g'raymiz. To'g'rab olgan dekin bir xil tuyuq tutmaydigan cho'nqira kelgan qozonlar bormiz. Shuningga to'g'rab olgan servisimiz va limonimizni solamiz. Bunu sep olgandan keyin shekarni solmaymiz. Shekarni sep olgandan keyin hanımlar suvni qo'yamiz. Suvni qo'yib bulab hammasini tekshir holat qo'yib olgandan keyin hanımlar normal agar yana to'pliq chiqingiz bo'lsa, shunda qaynatsangiz bo'ldi, lekin 45 minut tam qaynatasiz hanımlar. Odatda yaxshi qaynatmasangiz bu murabbani işte chaqan buzib qolgan ahvolda bo'ldi. Shuning uchun buni tekshir holati yaxshi. Buni shundan maqlab turib 45 minut atrofigacha yana qaynatib olamiz. Hanımlar diqqat qilinglar. 45 minutdan keyingi holda mana shu holat keldi. Bu holat kelgandan keyin hanımlar bizga ezish mashinamiz bormiz. Odatda biz bu davomliq ezish mashinasini ishlatamiz. Mana shu usul bo'yicha bu 3 xil tishlab chiqadi. Birisi piyoz to'g'raydigan, birisi yani tuxumni to'g'raydigan, yana birisi shunday ezadigan hanımlar umash shaklga keladigan ushlar bilan yaxshi holatda uni oldiga akilamiz. Mana shunday holatga juma hanımlar akilib bo'lgandan keyin buni aynak qachimizni yani pakiz dezinfeksiyadan aynak qachimizga ilib turib og'zini makam yepib to'g'lantirib salqin bo'limida tam bir kecha kunduz atrofida silib qo'yib sen yana har kuni noshtalar vaqtida non bilan birga iste'mol qilsanglar nayt yaxshi bo'ldi. Servisning oziqlik qiymati o'rnaydi yuqori hanımlar ro'shanlashtirdi. Undan keyin bu xil murabba nayti sog'lom yana yaxshi chiqadi aytsanglar. Shunga hammalarning aytib sinab beqsonlarni umid qilaman. Bu murabba odatda shunda qulay, shunda oson, shunda yana foydali. Çünkü servisdagi oziqlik qiymati, foydali qiymati nihoyatda yuqori. Hozir endi bu ay bu kunlarda iPhone'ni chiq o'ynaymiz. Shunga bu murabba nihoyatda mos keldi hanımlar. Bugungi darsimiz tamomlan. Mana aytib sinab beqsonlarni umid qilaman. Xayr, xush kelar qitimqi.